Nega insonlar tish shifokoridan qo'rqishadi? Ular rostdan ham shunchalik yomonmi? Balki ular bizning tishlarimizni tortib olmoqchidir. Yo, aksincha. Men Abbos Otoqulov, bularga oydinlik kiritaman. Assalomu alaykum. Ehtimol quloq og'rig'i nimaligini bilmassiz. Yuragingiz bitta bo'lsa ham hech charchamaydi. Ko'zlaringiz ham sizga hech pand bermagandir. Ammo tishlar 52 ta va ular doim e'tibor talab etadi. Nega tish og'rig'i bunchalar kuchli? Buning birinchi sababi bizning oliy markazimiz bo'lgan bosh miya tishdagi infeksiyani o'ziga juda yaqin kelgan xavf deb biladi va bor kuchi bilan buni eslatadi. Ikkinchi sababi esa tish va uning atrofidagi to'qimalar qattiq to'qimalar bo'lib, ulardagi salgina shish ham nerv tolalarining kuchli qisilishiga olib keladi va dahshatli og'riqni his etasiz. Og'riq qanchalik kuchli bo'lmasin, dentofobiklar shifokorga bormaslik uchun bahona topishadi. Kimlardir og'riq qoldiruvchi ichsa, kimlardir tish og'rig'ini qoldirish uchun nosvoyga o'rganib qolganman deydi. Zaharni zahar kesadi deysizmi? Aksincha. Nosvoy tarkibidagi kul, ohak, tishlarning qorayishi, qarashlanishi, tamaki kukuni esa til, milk, og'iz bo'shlig'i, shilliq qavati kasalliklari, hattoki o'sma saraton kasalliklariga ham sabab bo'lishi mumkin. Og'riq qoldiruvchi vositalar esa og'riqni qoldiradi xolos, kasallik esa kuchayib boraveradi. Siz buni dori ta'sirida shunchaki sezmaysiz. Xo'sh, unda nima qilgan yaxshi? Albatta shifokorga borish, axir u sizlarni qiynash uchun emas, sizga yordam berish uchun shuncha yil o'qigan. Og'riqli muolajalar allaqachon o'tmishda qoldi. Shifokorga tez-tez kelganingizda buni bilgan bo'lardingiz. Zamonaviy stomatologiyalar barcha og'riqlarga yechim topdi va uni kafolatladi. Endi siz muolajalarda hech qanday og'riq sezmaysiz. Ukoldan o'lgudek qo'rqasizmi? Unda spreylar bilan buni tuzatish mumkin. Yoki premedikatsiya vositalari, bolalar uchun esa mevali applikatorlarni qo'llash mumkin. Balki yuqumli kasalliklar sizni xavotirga solar. Istasangiz siz uchun bir martalik asboblardan foydalanishadi. Buning uchun esa qo'shimcha haq to'lashning o'zi kifoya. Zamonaviy klinikalar, yangi texnologiyalar, kuchli va zararsiz preparatlar, yuqori aniqlikdagi tashxis va eng asosiysi malakali shifokor. Chunki ba'zi og'riqlar tajribasizlik oqibati bo'lishi mumkin. Bolalar dentofobiklarning taxminan 70-80% tashkil etadi. Nega bunchalar ko'p deysizmi? O'zbekning bolasida o'rgatib qo'ygan. Tishini sug'urib tashlaydi, ukol qiladi. Buning katta sababi shifokor yordam bermoqchiligini ular tushunishmaydi. Salom bolakay, men shifokorman. Hurmatli bolajonlar, sizlar uchun barcha viloyat, shahar, tuman markazlarida bolalar stomatologiyalari tashkil etilgan bo'lib, sizlarga bepul xizmat ko'rsatishadi. Axir siz bizning kelajagimizsiz. Sog'lom bo'lishni esa tishlaringizdan boshlaganingiz ma'qul. Ota-onalar, siz esa bunga e'tiborli bo'lib, farzandingizni har 6 oyda shifokor ko'rigidan o'tkazib turing. Bu bolakayning shifokor bilan munosabatini yaxshilashga va ko'plab kasalliklarning oldini olishga yordam beradi. Ba'zi klinikalar shunchalar ajoyibki, muolajalar qiziqarli o'yin kabi amalga oshiriladi. Qaysiki sohada yoki vaziyatda bo'lmasin, qo'rquv eng katta dushmaningiz. Qon bosimining oshishi, stress, qandli diabet, infarkt, insult, uyqusizlik, immunitet pasayishi va ko'plab ruhiy xastaliklarni yuzaga keltiradi. Hatto qo'rqqaningizda nerv tizimingiz atrofni xavfli deb biladi, natijada giperesteziya yuzaga kelib, kichik og'riqni ham kuchli his etasiz. Agar siz dentofobik bo'lsangiz, tish og'rig'i bilan yolg'iz kurashmang. Stomatologlar siz tomondaligini tushuning. Tishlar nafaqat sog'ligingiz, balki tabassumingiz hamdir.
Muvaffaqiyatlaringizga to'sqinlik qiluvchi barcha qo'rquvlarni yenging va ko'rikdan o'ting. Zero kasallikni davolagandan uni oldini olgan afzal. Hali ham shifokorga borishni xohlamayapsanmi? Unda kasal bo'lmaslikka harakat qil.